Assalomu alaykum. Hurmatli hojilarimiz, hojonalar, hojotalar, hoji akalar. 21-may kuni harjamalarimizni bajarishlik uchun Makka shahriga yetib keldik. Makka shahrida joylashgan Alayam mehmonxonasiga joylashdik. Mehmonxona xususida gapirganimizda hojilarimizni haj amallarini bajarishlik uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Mehmonxona nomerlarida issiq suv, sovuq suv, televizor, mana hoji akamiz aytib o'tgandek Ka'batullohni onlayn rejimda kuzatish imkoniyatlarimiz bor. 3 mahal hisoblar tashkillashtirilgan. Ka'batullohni ziyorat qilishga 24 soat mobaynida avtobuslar qo'yilgan, borib kelishda hech qanday muammo yo'q. Personal muomala, shirin so'z. Xudo xohlasa shu tavsiyalarimizga kelib o'tadigan bo'lsak, hoji akamiz aytib o'tgandek, shu rum servisga ozgina e'tibor qilinsa, xonada sochuvlarni vaqtida almashtirishlik, choyshaplarni vaqtida almashtirishlik yana ham maqsadga muvofiqroq bo'lar edi. Umuman olganda Alayam mehmonxonasi rahbariyatiga katta minnatdorchilik bildiramiz hojilarimiz nomidan. Shu aytib o'tilgan kamchilik emas, endi tavsiya sifatida bir inobatga olinadigan bo'lsa, maqsadga muvofiqroq bo'lar edi. Shu umuman olinganda o'zimizni diniy boshqarmamizga ham, diniy musulmonlar idorasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Xonalarimiz salqin, kerakli darajada ushlab o'tirishlik uchun xonalarda konditsionerlar ishlab turibdi. Shu tavsiyalarimiz shu.